Sharqi Turkistonning Davanchangdagi bir yig'ilish lagerining Qozoq amonlik saqlag'uvchisi tarafidan yozilganligi ilgari surilgan bir maktub yana bir qatam lagerlardagi Uyg'urlarning tajovuzchilik va dafsanchilikka uchrayotganligiga bo'lgan diqqat e'tiborni qo'zg'adi. Mash'al Uyg'ur guruhi tarafidan Xitoychadan tarjima qilingan bu maktubda Barik taxallusidagi amonlik xodimining aytganlari yuraklarni larzaga keltirdi. Barik o'zining 2018-yilning keyingi yarımida Davanchang yig'ilish lageriga avatilganligini, o'zining kamirchilikdan xabar bo'lg'achqa kuzatish uyida xizmatga qo'yilganligini va kechilik isminida ishlashga o'rlashtirilganligini bildirgan. Barik kuzatish uyida ikki ustal borligini, birining tomoq yeyish uchun, yana birining bo'lsa Uyg'ur qizlarini bo'zaq qilish uchun ishlatilganligini aytdi. U lagerlarda tutilayotganlarning o'zini yaralandırib olishidan saqlanish uchun oshxonaga plastik ustallarni qo'yilganligini, tutqunlardan birining bir kuni ustalni parchalab, o'tkir qismini qo'rsqiga sanjib o'zini yaralandırishga uringan bo'lsa-mu, lekin mag'lub bo'lganligini, keyincha bu kishining doktorxonaga ilib berilganligini bayon qildi. Beijing doiralari Uyg'ur diyori Sharqi Turkistonda ilib berayotgan faoliyatlarini terrorlikqa qarshi kurash deb atadi. Ve Türkiye'nin özlerini qo'llashi kerakligini, Türkiye bo'lsa qo'llaydiganligini bildirdi. Türkiye muavin tashqi ishlar ministri Sadat Özal Beijingda Xitoy tashqi ishlar ministri bilan ko'rishganda Anqaraning Xitoyning zimin butunligini qo'g'dash yo'lida ko'rsatgan tirishchanligini, terrorlik kuchlarga qarshi kurashlarni qo'llaydiganligini va Xitoy bilan o'zaro manfaat yetkazish asosida hamkorlikni kuchaytirish orzusini ifodalaganligini bildirdi. Bunga norozilik bildirgan Sharqi Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi mundaq dedi. Türkiye Cumhuriyeti Xitoyning Uyg'ur turklariga qaratgan zulmiga sherik bo'lishga qo'shilibdi. Bu bizni qattiq azobladi. Yana kelib, Sharqi Turkiston xalqi terrorchi emas, balki Xitoy davlat terrorizmining qurbonidir. Bugun dunyoda buni bilmaydiganlar yo'q. Shuning bilan birga nurg'un davlat bu haqda Xitoyga norozilik bildirdi. Xitoy va hamtovoqlarining bu harakatlarini qabul qilmaymiz. Ko'z oldimizda qizlarimiz dafsanda qilinayotsa, Xitoy zulmiga sherik bo'lganlarni qattiq ayblaymiz. Amerikada Markaziy istixborot idorasining sobiq xodimi Kevin Mallory harbiy maxfiyatliklarni bir Xitoy josusiga setish bilan ayblanib 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 62 yoshli Mallory o'tgan yili iyunda elib berilgan va 2 hafta davomlashgan tekshirishda josuslik qilish bilan ayblangan edi. Roman Xitoycha so'zlayoladigan Malloryning yuqori darajalik bexatarlik amaldori ekanligi va sezgur ma'lumotlarga ega ekanligi bildirildi. İran prezidenti Hassan Rouhani Amerika taraf o'tirib qo'ygan bir muzokarani qat'iy qabul qilmaydiganligini aytdi. San'atchilar va faoliyatchilar bilan birga jam bo'lgan Rouhani P5 deb bilingan hamda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining 5 doimiy a'zosi bo'lgan Amerika, Rossiya, Angliya, Fransiya va Xitoy bilan birga Germaniyani o'z ichiga olgan 6 davlat bilan tuzgan yadro kelishimining ahamiyati va davlat iqtisodiga qo'shgan tuhfalariga ishorat qilib turib, Amerikaning bo'zaq qilishiga taslim bo'lmaymiz. Biz muzokara va mantiqa ahlimiz dedi. Oxirlashtiruvchi filmi bilan dong chiqargan kino artisti Arnold Schwarzenegger hujumga uchirdi. Sobiq dunyo badan chempioni va Kaliforniya shtatining sobiq boshlig'i donglik artist Schwarzenegger Janubiy Afrikada bir faoliyatga qatnashganda hujumga uchirdi. Twitterda bayonot e'lon qilib ahvolining yaxshi ekanligini bildirgan Schwarzenegger dastlabda kishilar to'pida yitirilganligini, keyin dumbasiga musht bilan urilganligini aytdi.